Hurmatli shofyor akalar, hammaga tegishli emas, bu ba'zi bir shofyor akalarga tegishli. Mana shu ongsiz bo'lsa ham it peshxoddan o'tayotgan ekan, kimdir urib tashab ketib yuborgan. Ko'rsa odamda dili xira bo'ladigan narsada. Ongi yo'qda, hayvonda. Bizning ongimiz bor. Shuni urdikmi, o'sha olib imkon qadar bo'lsa bir imkoniyat, bir ko'mib qo'yish kerak yoki bir qopga solib bir chekkaroq bir joyga tashab ketish kerak. Yoz oyi kelyapti, bu issiqda pashsha bosadi, netadi. Shuni urgandan keyin bir chekkaga olib borib ko'mib qo'ysa bo'ladi. Netmi? Do'stlar, hozir o'tib ketayotgan joyimizda ushbu hayvonni ko'rib qoldik. Bu hayvonda ongi ishlamaydi. Yo'ldan xohlagan joydan yugurib o'tib ketadi. Biz insonmiz. Miyamiz, kallamiz, hamma yo'g'imiz ishlaydi. Urvordingmi shuna mahal. Imkoni bo'lsa chekkaroq qolib qo'ygan. Agar qo'lingdan kelsa bu narsani